Mustaqillik yillarida davlatimiz tomonidan keksalarni qo'llab-quvvatlash borasida ko'plab xayrli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, sohaga oid 10 dan ortiq qonun hujjatlari qabul qilindi. Ularning faolliklarini qo'llab-quvvatlash maqsadida faxriy murabbiy ordeni, mehnat faxriysi ko'krak nishoni ta'sis etildi. Keksalar maslahati guruhlari tashkil etildi. Keksalar haftaligi, keksalar uchun turizm oyligi, 3 avlod uchrashuvlari yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 15-martdagi nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning turmush darajasini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2023-yil 11-martdagi keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijtimoiy faolligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2024-yil 25-noyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirishga faol nuroniylarni jalb etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlari faxriylarga bu boradagi e'tiborning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Buni respublikamizning barcha hududlari qatori tumanimiz faxriylari hayoti misolida ham ko'rish mumkin. Nuroniylar jamg'armasi 2023-yil mahalla uyushmasidan ajralib chiqdi va o'zining alohida nuroniylar maskanida faoliyat yurita boshladi va jamg'arma bugungi kunga qadar tumanda bo'lib o'tayotgan barcha tadbirlarda faollik ko'rsatmoqda. Mahallalarda, maktablarda 3 avlod uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Tarbiya-so'g'ir, notinch oilalar bilan alohida shug'ullanilmoqda. 2024-yilda har bitta mahallaga 3 tadan faol nuroniy tanlanib, ularga 5 tadan kambag'allar reyestrida turuvchi kambag'al oilalar biriktirildi. Bu faol nuroniylar har oyda Respublika Nuroniylar jamg'armasi tomonidan rag'batlantirilib borilmoqda. Nuroniylar kambag'al oilalarni qo'llab-quvvatlash borasida ham xayrli ishlarni amalga oshirishmoqda. 2025-yilning 1-apreldan boshlab birinchi bosqichda 477 ta kambag'al oilaga 398 dona stol, 651 dona stul, 88 dona sport kiyimi, 71 dona maktab sumkasi va 186 dona o'quv qurollari berildi. Oktyabr oyidagi ikkinchi etapda esa 348 ta kambag'al oilaga 340 dona stol, 545 dona stul va 11 dona sport kiyimlari tarqatildi. 2026-yilning 1-fevraldan boshlangan 3-bosqichda esa 401 ta kambag'al oilaga 401 dona stol, 628 dona stul berildi. Hozirda 4-bosqich uchun mahallalarda biriktirish ishlari davom etmoqda. Nuroniylarning respublikamizning diqqatga sazovor joylariga sayohatlari, so'lim tog' bag'irlarida dam olishlari uyushtirilmoqda. Har bayramda davralarning to'ridan joy olishmoqda. Tuman ijtimoiy agentligi tomonidan berilgan yo'llanma bo'yicha 180 nafar nuroniy navbat asosida turli sihatgohlarda dam olib kelishdi.